Har birimizda do'stimiz, dugonamiz bor. Ularni yaxshilabgina bir analiz qilib chiqing. Biron bir kiyim kiyganingizda, oddiygina do'kondan olgan ekan buni, firmasi past ekan yoki bo'lmasam umuman firmasi taniqli emas ekan degan insonlar bo'lsa agar ulardan uzoqlashib qo'ya qoling. Chunki deganda ular insonlarni hamisha tashqi ko'rinishiga qarab baho berishadi. Qo'lidagi soati, mashinasi, telefoniga qarab. Lekin siz maktab o'quvchisiz yoki universitetda o'qiysiz. Ota-onangiz sizga bu iPhone'da olib berguncha qanchalik qiynalganini hech o'ylab ko'rganmisiz? Ularni balkim tishi og'riydigandir, doktorga borishga puli yo'q, oyog'idan suv o'tyapti yoki bo'lmasam qishda ustiga kiyadigan kiyimi yo'qdir. Siz hech o'ylab ko'rmasdan ota-onangizni majburlaysiz iPhone olib berishi uchun. Chunki deganda sizda do'stlaringizda iPhone'i bor-da. Avvalambor yaqinlarimizni hurmat qilaylik.